deb mana shu pulimni evaziga tijorat qiling, foydasiga menga bir manfaatli narsa olib kelib bering. Endi u odam 5 dirham u uchun hech narsa emas ekan. Xo'p debdi-da, haligini 5 dirham pulini oldi. Tijorat bilan safarga chiqib, tijorat qilibdi, insonlardan olgan sherikchilik pullariga ular so'ragan narsalarni olibdi. Qarasa kistasida hali yigiti 5 dirham puli qolgan endi. Shu bilan yo'lda ketayotsa, bir semiz kaklikni ushab turgan bir odam sotaman deb turgan ekan. Keyin endi shu quruq bo'lmasin, shunga shu kaklikni olib borib beraman. Tijorat bo'lmadi endi deb 5 dirhamga hali kaklikni sotib olibdi. Kaklik nihoyatda semiz ekan. Ko'p don yegandan don yetkazib bera olmayapman deb egasi sotib otgan ekan. Hali kaklikni olib o'sha qishloqdan chiqib boshqa qishloqqa kirsa, odamlar jamlanib turgan ekan. Qarasa tijoratchining qo'lida kaklik bor. Shartda borib o'sha ishtirib aytishibdiki, shu kakligingni sotasanmi debdi. Nima qilasizlar bu kaklikni desa, bizda nihoyatda sichqon ko'payib ketdi. Biz hatto shu kakligingni og'ir